Ayni kunlarda qaysi bir yurtdoshimizning yuragiga quloq tutmang, shukronalik jarangini tinglaysiz. Endi Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlarining kuchli siyosiy irodasi ortidan 1000 yillik chegaralarga qo'yilgan sun'iy to'siqlar olib tashlandi. Bir so'z bilan aytganda, qadimiy Xo'jandda erishilgan tarixiy kelishuvlar eng murakkab masalalarni ham ochiq muloqot, o'zaro hurmat va ishonch orqali samarali hal etish mumkinligiga yorqin misol bo'ldi. Shohimardonliklar uchun ham bu tarixiy uchrashuvning ahamiyati katta albatta. O'zbekiston xalq shoiri, Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati, Jadid gazetasi bosh muharriri Iqbol Mirzo bilan qadrli shohimardonliklar uchrashuvi aynan ana shu taassurotlardan boshlandi. Biz bu yig'ilishdan juda mamnunmiz. Iqbol Mirzo o'zlari yozgan jadidlar she'rlarini biz o'quvchilar bilan jo'rlikda aytdilar. Bundan tashqari ayrim she'rlarni yozishga shu bizning shohimardonimiz sababchi bo'lganidan xursandman. O'zbekiston kelajagining ravnaqiga katta hissa qo'shishlari, biz yaxshi o'qishlarimiz kerakligini o'zimizga xulosa qilib chiqardik. Birinchi umumta'lim maktabida o'tgan uchrashuvda ardoqli shoir Iqbol Mirzo do'stlik va hamjihatlik haqidagi fikrlarini davom ettirar ekan, shohimardon haqidagi yorqin xotiralarni yodga oldi. Bu betakror zamin, mehnatsevar va dilkash shohimardonliklar to'g'risida to'lqinlanib gapirdi. Ijodkorning yosh muxlislari shu kuni shoir qalamiga mansub she'rlardan namunalar o'qishdi. Ayniqsa muallifning jadidlar sarlavhali she'ri yanglaganida olqishlar tinmadi. Tadbirda ishtirok etgan qardosh qirg'iz vakillari fikri ham buni tasdiqladi. Men quvonishdaman, mana yo'llar ochilib, bir havada, bir suvni ichib, bir tuğanday bo'lib yashab, dag'in ele o'shanday bo'lib yashagimiz keladi. Sebebi biz bir tuğanmiz, ajray olmaymiz bu chegaradanchi. Intimoqliqning belgisini saqlab qolishimiz kerak-da bizchi. O mening baldarim, qizlarim bu O'zbekistonning Shohimardon eli bilan bardig'i do'st. Men ayash baldarim, ayash qizlarima to'ylarga qirg'iz qalpoqlarni kiygizib to'yga kelaman, sevetlarni ko'tarib. Bu do'stlikda bardig'iz bir bizda. Bir tuğandaymiz. Shuni belgisi bo'ladi. Uchrashuv ma'naviy tuhfalarga boy bo'ldi. Maktab kutubxonasi uchun jadid bobolarimizning milliy taraqqiyotni jadallashtirish, ziyoli va ijodkorlarni birlashtirishga daxldor g'oya va dasturlar yoritilgan. Bu g'oyalarni el yurtimiz, yoshlarimiz qalbi va ongiga yetkazishga, jamoatchilik fikrini shakllantirishga xizmat qiluvchi Tilda, ishda, fikrda birlik kitobi, jahon va o'zbek adabiyotining sara namunalaridan iborat kitoblar jamlanmasi sovg'a qilindi. Markaziy Osiyoni birlashtirish siyosatini o'rgatganlar, birlashtirish qaysi ma'noda? Masalan, bu do'stligimiz, birodarligimiz, bitta ildizi bitta xalq ekanligimizni eslatib, bir o'rtadagi noxush an'analarni yo'qotish, chegaralarni imkon qadar soddalashtirish, mana yozib qo'yibdi Qirg'izistonga kirishda prezidentimizning so'zlarini yozib qo'yishibdi qirg'iz birodarlarimiz. Biz o'rtamizda chegara bo'lish kerak emas, do'stlik darvozalari bo'lish kerak degan qarang qanaqangi chiroyli. Darvoza qanaqa qatta-yu, chegara qatta. Qarang. O'zim olganda biz nafaqat bu chegaralarni, yuragimizdagi, ongimizdagi, tafakkurimizdagi ba'zi bir keraksiz chegaralarni ham olib tashlashimiz kerak. Biz bitta xalqmiz, talashadigan nimamiz bor? Suvimiz bitta, osmonimiz bitta, havomiz bitta. Shuning uchun mana shu joylarda yurib, mana Shohimardonda tinch, osoyishta, toza havolardan nafas olib, bu yerdagi mana o'qituvchilarimizni, bu yerdagi mana oqsoqollar bilan gaplashdik, mahallalarga kirdik, mahallalardagi odamlarning kayfiyati butunlay boshqa kayfiyat. Haqiqiy Shohimardonga xos bo'lgan ko'tarinki, polvonona, sog'lom, musaffo bir bahoriy bir kayfiyat. Yordon tog'lari bag'ridagi 2-maktab jamoasi uchun bugungi diydorlashuv alohida o'rin tutdi. O'zbekiston xalq shoiri Iqbol Mirzo maktabning ma'naviyat manzili kutubxonada bo'lib, yoshlarning mutolaa madaniyati bilan tanishdi. Bu manzilda ham kitobsevarlarga ma'naviy tuhfalar ulashildi. Shu kuni Hazrat Ali ziyoratgohi, xalqimizning ma'rifatparvar farzandi Hamza Hakimzoda Niyoziy maqbaralari ziyorat qilindi.